Lissivanka mahsulot bu. Lissivanka qalin mahsulot bularga mahkirmagan mahsulot. Ko'pchilik kutgan mana shifr narxlarga ham keldik. Jizzax Osiyo bozorida eng главный dillerdan ko'rsatamiz, birinchi qo'ldan. Qani? Birinchi narxlar qanday bo'lyapti? Sezon avjida. Hozir qurilish sezoni boshlangan. Abid qilishga vaqt yo'q. Gap yo'q. 10 turga 3.7 3.8 chiqadigan strapilimiz 6 metrli. Uzunligi 6 metr. Ham sifati 100% sasna, qurolligi 100% quroq. Buni narxini 20 milliondan o'tsa butun O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga plus bonuslarga ham ega bo'ladi. Ana bo'lmasam. Buni narxi 50 mingdan qilib beramiz. 50 ming so'mdan bo'ladi. No, prinsipi buni narxi o'zgarmabdi. Xo'sh, Kamoliddin aka, mana bu sal kichikroq razmerimiz. Yuk sal kam tushadigan joylarga. Nechilik bu? Bu 12 li deyiladi, 6 metrli, ikki bosh ham 12. Ham hozirgi kunda eng imoratga hadya ketadigan razmer. Oz desa, oziga rad, mana pechatlari bilan turibdi. Nima desa bo'ladi? Hozirgi kunda eng zo'r shifr shu. Eng zo'r shifr shu. 5 yilgacha garantiya qog'ozi bor. Mana garantiya qog'ozi bo'ladi, talonlari. Olgan odamga shunday pechatlar bilan o'tib beramiz. Pechatlari bilan o'tib beramiz. Kelib Kamoliddin o'zidan keldim deb aytishlari shart. Aytish kerak. Aytmasangiz qimmatiga olib ketadi, to'g'rimi? Rossiyskiy yog'ochdan qilgan yaxshimi, terakdan yopgan yaxshimi? Qaysi biri zo'r? Kamoliddin aka, buning uchun nima qilish kerak? Mana shu videoga like bosib, kommentariyni zo'r qilib yozsa, yanada arzon qilib beraman. Yanada skidkani zo'r qilib beraman. Gapga javob mana aka. Do'stlar, kommentariyani jigarni chiqarib tashlaymiz, like'ni bosamiz. Like'ni bosib, do'stlarga tarqatamiz. Kelasiz, materialni olasiz, mana bitta aylantirasiz. Qaysi biriga mana bu rezina to'g'ri kelsa, o'sha podarkani olib ketasiz. Misol uchun mana hozir 50 metr armatura yutib oldingiz. Talablarga binoan biz Jizzax Osiyo qurilish bozoridamiz. Qani yurtdoshlarimiz kutganmidlaringiz bizni mana shu chiqaradigan videolarimizda. Biz navbatdagi videomizni har doimgidek Sultonboy ukamiz bilan narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Oldin aka, yangiliklarni bombasini qilamiz. Sizni podpischiklaringizga dedi. Qani ko'ramiz, o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum Kamoliddin o'z obunachilari. Mana qurilish sezoni boshlandi. Har doimgidek bizda keng assortimentda mahsulotlarimiz bor. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Hamda bomba aksiyalarimiz davom etmoqda. Hali ham davom etyapti. U Instagramda ham ko'rmay qoldingizmi, unday bo'ldi? Nima desa bo'ladi, ulgurmayapmiz Kamoliddin aka. Sezon avjida. Hozir qurilish sezoni boshlangan. Abid qilishga vaqt yo'q. Gap yo'q. Klientimiz haqiqatan ko'p. Xalqimiz endi avjiga chiqqan hozir hamma tomni yop, qur, ishqib, mana bunaqa bo'lyapti. Hamma o'zi biladi xalqimiz. Kamoliddin aka, bizda har doimgidek aksiyalarimiz davom etyapti. Aksiyalarimizga qarang, yangi homiylarimiz qo'shilgan. Ya'ni mana Knaf savdo belgisidan, Knaf gipsagardon savdo belgisidan 5 ta gipsagardon bilan 10 ta gipsagardon bonus qo'shilgan. Keyin Avror Group aboylaridan 20% 20 bilan voucher bilan 5 rubl aboy mahsulot qo'shilgan. Hamda Uz Targo metal mahsulotidan 40 metr armatura bilan 50 metr armatura qo'shilgan. Bundan tashqari yana 10 ta shifr, 7 ta taxta, 10 kilo max imoratlariga yetadigan maxlarimiz har doimgidek bonuslar bor. Gap yo'q. Bu dastavkalari ham bor hammasi. Televizirdagi omad show mana bizni Jizzaxda boshlandi, do'stlar. Nima deyapti? Bizda tugamaydi hech qachon aksiya. Yana ko'payibdi, do'stlar, har xilidan. Xo'p, video davomida yana tushuntirib o'tamiz. Hozir narx-navolarga o'tsak, atak kim mana shu yerdan kelib, olib ketsa necha puldan oshish kerak? Xo'sh, dastavkasini aytib o'taylik. 20 milliondan oshsa, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz qilib beramiz. Ikkita viloyatga tika. Agar 15 milliondan o'tsa, Jizzax viloyat bo'yicha dastavkamiz bor. 15 milliondan. 15 milliondan o'tsa. Ya'ni 15 milliondan o'tsa Jizzaxga tekin dastavka, 20 milliondan o'tsa butun O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga plus bonuslarga ham ega bo'ladi. Ana bo'lmasam, do'stlar, videoni oxirigacha ko'ramiz, like'larni bosib, kommentariyani banglatamiz. Qani bo'lmasam biz boshlaylik, narx-navolarga o'tamiz. Masalan, yog'ochlardan boshlaylik birinchi. Nima deydi? Bolorliklardan boshlasak? Yog'och. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana yog'och mahsulotlari bilan bugun sizlarga narx-navolarni tanishtirib boramiz. 10 turli yog'ochimiz narxi bilan tanishtiraylik. Ikki boshi ham 10 turli Kamoliddin aka. Standart ekan. Shunda standart silindr deyiladi, 100% sasna. Buni narxini 370 ming qilib beryapmiz. Hozir aksiya 10 turlik, ha? Chista 10 tur, 100%. Ikki boshi ham bir xil, standart. 370 ming. 70 mingdan. Hop, 12 ligini ko'rsataylik. Kichikroqlari ham bor ekan. Xo'sh, Kamoliddin aka, mana bu sal kichikroq razmerimiz. Yuk sal kam tushadigan joylarga. Nechilik bu? 12 li deyiladi, 6 metrli, ikki boshi ham 12. Ham hozirgi kunda eng imoratga hadya ketadigan razmer. Hurmatli obunachilar, mana 12 li sasna 6 metrli yog'ochimiz. Buni narxini 270 ming qilib beramiz.
270 ming, почти 100 ming arzon. 14 likka qaraganda, to'g'rimi? Bu ham yog'ochligiga zo'r. Tushunarli. Endi menga unda uzuni kerak emas, kaltalar bor ekan. Bular qanchadan bo'ladi? Kaltaroqlar mana endi 5 metrlikni ko'rsataylik. Mana xuddi shu razmerda. Mana 5 metrligi Kamoliddin aka. Bu ham 12 2 boshi. 5 metrlik ekan. 5 metrlik, 4,5 metrlik yo'qmidi ko'p obunachilar telefon qilib so'rashadi. Bizda har doimgidek assortiment zo'r. Hamma razmerdan bor. Mana 5 metrlik yog'ochimiz. Buni 245 ming qilib beramiz. 245 mingdan 5 metrlik yog'ochimiz. Mana bu kaltalarchi? Bu kaltalari 4 metrlik. Shu razmerda 12 lik 4 metrligi. 180 mingdan bu. Sal kichikroq uylarga 3 metr, 320 uy uzunligi bo'lsa, bemalol bo'ladi. Hozir o'zi uylar ham qisqa bo'lyapti, ko'p uylar. Qisqaroq uylarga yaxshi bo'ladi bemalol. Endi narx-navoga keladigan bo'lsak, bir oy oldingiga qaraganda narxlar qanday bo'ldi? O'sdimi, tushdimi? Sal ko'tarilgan. Ko'tarilgan, ha? Shundayda ham sizni obunachingizga qo'ldan kelgancha aksiyalar qilib, narxni ushlab turibmiz. Ushlab. Bozordan arzon bizda narxlar. Bemalol kelishlari mumkin. Shu ertaga podpischiklarimiz xafa bo'lib demasin, bozorda oshgan narxlar. Bozorda oshgan, biza qo'ldan kelgancha bozordan arzon qilib, aksiyalar qilib, narxni ushlab turibmiz. Tushunarli. Buning uchun nima qilish kerak? Bizga kelib Kamoliddin o'zidan keldim deb aytishlari shart. Aytish kerak. Aytmasangiz qimmatiga olib ketadi, to'g'rimi? Xo'p, do'stlar, maksimal podдержкада bo'lib, iloji bo'lsa shu kelgan odamlarda like bosganmi, kommentariy yozganmi, o'shalarni ham ko'rsangiz, endi bizga tekkan foydangiz shu bo'ladi. Men misol uchun ko'rsatib boryapman, sizlar like bosib tarqasalaringiz, ko'pchilik videoni ko'rgan bo'lardi. Podдержкада bo'lamiz. Mana har xil variantidan bor. Bunday atroflarga ko'rsatib qo'ying. Hamma assortimentdan bor. Yo'q, bolalarning o'zi yo'q. Hammasidan topasiz shu yerga kelib. Razmer nima desa bo'ladi? 28 xil, 30 xildan ziyod razmerimiz bor. Sizga pastdagi nomerga aloqaga chiqsa, qanaqa razmer kerak bo'lsa aytib beraverasiz. Misol uchun hozir hammasini aytishimiz qiyin-da. Video cho'zilib ketadi. Hozir telefonni ko'rsataylik. Telefon ham o'chib qoladi. Kun qizib yotibdi, qizib ketyapti telefon do'stlar. Hurmatli obunachilar, hozir eng ko'p ketadigan yog'och bilan sizlarni tanishtirib o'taylik. Agar yana boshqa razmerlar kerak bo'lsa, mana pastdagi nomerga bemalol telefon qilaverasizlar. Ularga qiziqtirgan savollarga javob beramiz bemalol. Eng ko'p so'raydigan razmer bu. 4,5 metrlik, 4,5 metr yog'och. 12 lik o'zi kamdan kam keladi. Endi shunda bo'lsa ham bizda bor, assortiment bor bizda. Assortiment ko'ryapman, juda ko'p ekan do'stlar, ya'ni. Ham yog'ochimiz mana sifati, o'zlaring baho beringlar. Haqiqatan yaxshi. Tiniq, ha? Shunday. Biz ham yoqqa borib, o'rtoqlaverdim bizda chirtib-chirtib tanlab olamiz. Endi sifati zo'r. Tushunarli. U qanchadan bo'lyapti bular? Buni narxini 2 boshi ham 12 lik, 4,5 metr yog'ochimiz 230 mingdan qilib beramiz. Hadovoy bu bo'lyapti hozir. Hadovoy shu. 230 Agar ming. sizning nomingizdan kelsa, yana 10 ming skidka qilib beraman. Yana ham 220 ga qilib beraman. Teraklar ham bormi? Bor, teralar ham bor. Bu yoz o'zi hozir odamlar terakdan yopishyaptimi tomini yo nima deydi, tomi bolorlikka yoki mana bu sasnadan ishlatyapti. Nima desa bular hamma endi qurbiga qarabda. Endi siz bilasizki necha foiz odam hozir nima bo'ladi? Tira bilan sasna bilan raysasi qolmadi. Sasna bilan raysasi qolmadi. Endi buni ham umri uzoq, ham sifati zo'r. Endi nadежный bo'lish uchun ko'pchilik bundan ham olyapti, to'g'rimi? Xo'p, terak xohlovchilarga mana terakdan ham bor. Qani bularni aytib o'ting-chi. Terak xohlayotganlarga mana terak mahsulotlarimizdan bor, 5 metrlik, sifati zo'r. Baxmal yog'ochlari bari. Ham pastki tarafi shu 17-18 diametrini beradi. Uch tarafi 14. Imoratga bemalol bo'ladi. 5 metr dedikmi? Baquvvatligi zo'r. Buni narxini 180 mingdan qilib beramiz. 180 mingdan. 180 ming so'mdan. Do'stlar, kommentariyada yozib qoldiramiz. Rossiyskiy yog'ochdan qilgan yaxshimi, terakdan yopgan yaxshimi? Qaysi biri zo'r? Xo'p, biz davom ettiramiz. Endi 4,5 metrligi ham boshini, mana Kamoliddin aka. 4,5 metrligi. Uyda ichi 3,5, 3,5 bo'lsa bemalol bo'ladi. 4,5 metr yog'ochimiz. Buni narxiga keladigan bo'lsa, buni narxini 125 ming qilib beramiz. 125 ming. Sizni obunachingizga. Gap yo'q. Do'stlar, mana har xildan bor. Mana yerda archilmaganlardan ham bor ekan, kalta-kultalardan. Yana nima ko'rsatamiz? Endi mana 4 metrli yog'ochimizni ham ko'rsataylik, terak mahsulotini. Kamoliddin aka mana uyda sal ichlari kichikroq bo'lgan uylarga 4 metrli terak yog'ochimiz, baxmal yog'ochlari. 320, 3 metrli uzunligi uylarga bemalol bo'ladi. Sifati zo'r. Buni narxiga kelsa 90 mingdan qilib beramiz. 90 ming so'mdan bo'lyapti. Bemalol kelib, tanlab yoqqanini olishadi. Gap yo'q, do'stlar. Mana hamyonbop desalaringiz bulardan ham tayyor. Hamma razmerda yog'ochimiz qurilgan-a bu? Quruq tayyor. Ho'l narsani o'zi bo'lmasa kerak. Kun ham issiq hozir. Havo o'chirib ketdi. Qurib tayyor, shunda olib borib bosishadi bu. Kamoliddin aka mana yog'ochimizda ostiga, ustiga mo'rlat, harvasli mahsulotimiz ham bor. Bu mo'rlat mahsuloti teradan chiqqan.
eniga 12, qalinligi 3,5 tur. 12 ga tur, uzunligi 4 metrlik. Ya'ni devorni ustiga qo'yishga Devorlar fikslab turiladi, buni ustidan yog'och bosiladi. Murlat deyiladi. Murlatga eng arzon ham hadoga ketadigan mahsulot. Necha pul bo'lyapti? Buni 40 mingdan qilib beramiz. 40 ming so'mdan. Mana xarvostlarimiz ham bor, donaligi. Xarvostda chorniy patolog har xil nomlaydi buni. Bolorni ustidan qo'yishga, uni ustidan keyin qamish yopib, shunaqalar qiladi, loy bosiladi. Issiq sovuqda ishlaydi. Xo'p, bular qancha bo'lyapti? Hop, buni uzunligi 4 metrlik, eniga 25-30 bo'ladi, qalinligi 2. Ham bitta donasi 1-2 kvadrat yopadi. Bir donasi. Shunday, bir dona. Arasini sal-sal ochsa, buni narxini 27 mingdan qilib beramiz donasini. Donasi 27 mingdan. Endi mana pachkaligi ham bor shuni. Xuddi mana shuni pachkaligi. 3 tasi bitta pachka. Buni bitta pachkasi 3 kvadratga yetadi. 3 kvadratga yetadi. Uzunligi 4 metrlik. Buni narxi 50 mingdan qilib beramiz. 50 ming so'mdan bo'lyapti. No, prinsipi buni narxi o'zgarmabdi, oldin ham Shunday. shunday Har edi. doim nimasi bu assortiment uchun-da. Yog'och oladigan odam xarvostda murlat ham oladi, assortiment uchun. Tushunarli. Xullas, variantlar ko'p. Bemalol kelaverasizlar. Bu yoqda assortimentlar bor. yog'ochlar behisob, mana xohlaganingizni so'rasangiz, pastdagi nomerga aloqaga chiqib, sizlarga javob berishadi. Xo'p, Kamoliddin aka endi strapl mahsulotini ko'rsatsak, shiperda ostiga mana nima desa bo'ladi. Straplimiz ham assortiment ko'p. 20 xil, 18 xildan ziyod assortimentda bor. 1 assortiment metr ko'p. deysizmi, 6 metr deysizmi. Hozir eng hadavay ketadigan ko'rsataylik. Ko'pchilik oladigan. Ko'pchilik oladigan ko'rsataylik. Qani? Xo'sh, mana bu 10 turga 3.7, 3.8 chiqadigan straplimiz, 6 metrlik. Uzunligi 6 metr. Ham sifati 100% sasna, qurolligi 100% quroq. Buni narxini 135 mingdan qilib beramiz. 135 mingdan. Endi ma'nosi bor. Endi strapli ham har xili bor ekanda. Shuni 10 turga qalinligi 3 tur 3,5 ni beradi. 3 tur 3,5. 10 turga 4 deb sotiladi. Shunday, 10 turga 4 minisopka. Ha. Minisopka. Endi bari o'rtadan shopilib beriladi, bemalol bo'ladi mana shular. Necha pul bo'lyapti bular? Buni 120 mingdan qilib beramiz. 120 ming so'mdan. 10 turga 3,5 3 tur razmerda beradi. Endi mana toza turligi ham bor. Toza to'rligi sal qimmat bo'lsa kerak endi. Qalinroq, kattaroq yuk tushadigan joylarga, shopilib berilmaydigan joylarga 10 turga qalinligi toza tur. Sasna bu ham 100%. Buni 145 mingdan qilib beramiz. 145 ming so'mdan. Xo'p. Hozir hadoy bo'layotganlar mana shu. Eng ko'p ketadigan razmerni ko'rsatdim hozir. Yana boshqa razmerlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishaversin. Rekalar ham bormi? Rekalar? Rekalarni ham aytib o'taylik. Do'stlar, hamma tovar bor. Menimcha, xo'p, do'stlar, eng qalin so'raganlarga mana bu yerda zo'rlardan bor. Zo'rini ishlataman deganlarga qancha bo'lyapti bular? Xo'p, nima desa bo'ladi? Buni yog'och tuguniga qo'ysa ham bo'ladi. Eniga 17, qalinligi 5. Bolorlikni o'ziga o'rniga ham qo'ysa bo'ladi. Hozir ko'plar mana shundan qo'yapti. Bolorlik o'rniga ham. Tekis chiqadi. Nima desa bo'ladi? Litvanka mahsulot bu. Litvanka qalin mahsulot bularga mix kirmaydigan mahsulot. Mana shu mahsulotdan kelgan. 5 metrlik uzunasi. Buni narxini 240 ming qilib beramiz. 240 ming so'm bo'lyapti. Bitta mana 4 metrligi ham bor. 16 ga 5. Litvanka bu 160 ming. Lekin bolorni o'rniga ham haqiqatan ishlatsa bo'ladi, bemalol ko'taradi. Ishi vaqti zo'r chiqadi-da. Ham baquvvat, ham tekis, ideal bo'lib chiqadi. Buning narxi qancha bo'lyapti? 160 ming. 160 ga qalinligi 5, 4 metrlik. Shu mahsulotdan ham bor. Tushunarli. Ma'qul kelsa mana bulardan ham olib ketsak bo'ladi. Xo'p. Endi mana rekalarimiz. Hop, endi mana rekalarimiz. Bu eng qalini bu. Eniga 5,5, qalinligi 4 deyiladi, minisopka. 3,5 chiqadi toza razmer. Eng qalini. Shunday. Eniga 5,5, qalinligi 4 minisopka. Necha pul bo'lyapti bular? Buning narxini 8300 dan qilib beramiz. Bular ham oshibdi-da, почти 500 so'mga oshibdi-da. Oshyapti. Xo'p, do'stlar, mana bozordagi narx-navoni aytib o'tyapmiz, ma'qul kelsa ko'raveramiz. Bu yerda boshqachalar ham bor ekan. Mana shiperlari. Shiperga asosan mana rekadan beryapmiz, Kamoliddin aka. Bu qalinga qaraganda o'rtaroq, 5 ga 4 deyiladi, minisopka 4,5 ga 3,5 chiqadi. Shiperga hozir eng hadavasi shu. Buni narxini 7,5 ming qilib beramiz. 7,5 ming so'mdan bo'lyapti ekan. Ham sifat sasna bular ham. Endi qolgan ma'lumotlar kerak bo'lgan bo'lsa, misol uchun patologga yopadigan rekalarimiz bor. Kelishaversin. ingichkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasiz, sizga aytib beradi.
Xo'p, ko'pchilik kutgan mana shifr narxlariga ham keldik. Jizzax Osiyo bozorida eng главный dillerdan ko'rsatamiz, birinchi qo'ldan. Mana Birinchi narxlar qanday bo'lyapti? Kelishli joy har doimimizda. Narxlar har doimgidek Kamoliddinga bozordan arzon. Hop, birma-bir tanishtirib o'taylik. Mana eng yaxshi shifrlarimizdan biri Ohangaron. Ohangaron ishlatgan bu shifrda mana pechati bilan Ohangaron. o'yma pechati bor ekan. Mana azli simitlari ham yaxshi. 3 yilgacha garantiyasi bor buni. Buni narxiga keladigan bo'lsak, o'sha aksiya narxida 50 mingdan qilib beramiz. 50 mingdan garantiyalari bilan qilib beramiz 3 yilgacha. Mana har doimgidek klientlarimiz olishyapti bizdan. Mana ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Tushunarli. Do'stlar, joyimizda har doimgidek mijozlarimiz ko'p bizda. Endi yana qanaqalari bor? Quvasoy bor. Kita hozirgi kunda eng zo'r ketadigan OAZ Grand shifrlarimiz bor. Oldinga mana Quvasoy shifrlarimiz, buni ham garantiyalari bor, sifati zo'r. Bemalol kelib bizda birinchi qo'lda arzon narxda xarid qilib qolishlari mumkin. Quvasoy endi bu yangi shifrmi bu? Yangi shifr, sifat ovozi yaxshi chiqyapti buni ham. Buni ham 3 yilgacha garantiyasi bor. Narxlar qanday bo'lyapti bu yangi shifr? Narxi 50 ming qilib beryapmiz buni ham. 50 ming. Aksiya narxida 50 mingdan garantiyalari bilan qo'llarga talon qilib beramiz aka. Do'stlar, endi yangi chiqargan brend har doim sifatni yaxshi qiladi. Keyinchalik aynib ketishini bilmadim bu. Ishlatganlar nima deyapti o'zi bu yangi ekan? Yaxshi aka, sifati yaxshi chiqyapti. Do'stlar, mana yangi shifr mayli, mana Oasis shifrini biz pastdan ko'rsatib boramiz. O'sha sinovdan o'tgan, necha yildan beri ko'rsatib boraman. Hech kim bir jalbi qilgan yo'q-da hali menga. Shunday. Qancha bo'lyapti bu Oasislar? Oasis mana yaqinroq kelib ko'rsatay, mana yo'q, ikkita poddonni ortib qo'yibdi mashinaga. Mana o'rtilgan klientimizga ketyapti bu ham, dastlabki. Bu ham Oasis, ha? Oasis Grand mana pechatlari bilan turibdi. Nima desa bo'ladi? Hozirgi kunda eng zo'r shifr shu. Eng zo'r shifr. 5 yilgacha garantiya qog'ozi bor. Mana garantiya qog'ozi bular talonlari. Olgan odamga shunday pechatlar bilan o'tib beramiz. Pechatlar bilan o'sib beramiz. Mana 60 oygacha, ya'ni 5 yilgacha garantiya qog'oz qilib beramiz. Nima 5 yil ichida sinsa, yorilsa, usta puli mixigacha olib beramiz. Almashtirib beramiz. Kepkalarni qarang, Oasis Grand diller bo'lamiz. Oasis Grandda diller bo'lamiz. Yog'ini to'g'ri tushunasizlar, qayerda sifat bo'lsa, o'zi bilinadi. Endi akamdan ham sifat shifr bo'lsa, mana ham o'zimga ishonib, zavod ham o'ziga ishonib garantiya berolmaydi-da. Yaxshi shifr bo'lgani uchun garantiya qilib beradi. Shunday. Uyaltirmaydigan shifr, bemalol xarid qilaveringlar. Necha pul bo'lyapti? Oasis Grand shifrimiz azli sement preslarni bosilgan, qalilligi ham zo'r. Ham kilosi ham 22 kilogacha chiqadi. Uyaltirmaydigan shifr. Buni narxini 52 mingdan qilib beramiz. 52 ming. Bor yo'g'i 2 ming qimmatiga olasiz, zato eng sifat, eng zo'rini. Oldinaga buning uchun nima qilish kerak? Mana shu videoga like bosib, kommentariyni zo'r qilib yozsa, yanada arzon qilib beraman. Yanada skidkani zo'r qilib beraman. Gapga javob. Javob mana aka. Do'stlar, kommentariyani jigarni chiqarib tashlaymiz, like'ni bosamiz. Like'ni bosib, do'stlarga tarqatamiz. Bundan ham zo'r skidkalar qilib beramiz, xudo xohlasa. Gap yo'q. И plus podarkalar ham bor. Shunday podarka bonuslari bor har doimgida bizda. Xo'p, do'stlar, tekin podarkam, ya'ni Omad Showdagi tekin podarkalarimiz yana bir bor tushuntirib o'tamiz, shartlarini qani? O'zingiz tushuntiring. Hurmatli obunachilar, mana bonuslarimiz shartlari bilan tushuntirib o'taylik. Baravanimizda 24 ta sovrinli o'yinimiz bor. Ya'ni 15 milliondan o'ssa, olgan tovaringiz 15 milliondan o'ssa, aylantirish huquqiga ega bo'lasiz. Agar 20 milliondan o'tsa, 12 ta viloyatga dastlabkamiz bor. 15 milliondan o'tsa, Jizzax viloyati bo'yicha dastlabkamiz tekin hamda baravanni aylantirasiz. O'zi 4 ta 5 ta material olsa 15 milliondan oshib ketadi. Kelasiz, materialni olasiz, mana bitta aylantirasiz, qaysi biriga mana bu rezina to'g'ri kelsa, o'sha podarkani olib ketasiz. Misol uchun mana hozir 50 metr armatura yutib oldingiz. Materialni oldingiz 15 millionlik, plus buni shunda tekinga sizga ortib yuborishadi. Ham bozordan arzon olyapsiz, ham dastlabkamiz bor, ham sovrinli homiylardan podarka. Homilarimizdan podarkamiz bor. Tushunarli. Do'stlar, videoga maksimal like bosamiz. Qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, qo'shimcha materiallar to'g'risida pastda nomerlar qoldirganmiz, eslatib o'tamiz. Sultonboy ukamiz 24 ga 7 demaymiz, shu kunduzi aloqaga chiqaveringlar. Bu ham odam. Shunday aloqaga chiqasiz. Kunduzi bemalol ma'lumotlarni olaveramiz. Yana bitta narsani aytib o'taylik Kamoliddin aka. Xo'p. Mijozlar, hurmatli mijozlar, telefon qilib to'g'ri o'zimizga kelinglar. Aytganim mana darvozani oldida o'tda kashvallar juda ko'payib ketgan. Shunday. Ustlaringga kiyib boradi ancha. Men kelsalaring, darvozani oldiga kelganda shunda bizga telefon qilinglar, o'zimiz kutib olamiz. Shunda to'g'ri birinchi qo'ldan olasizlar bizdan. Arzon narxda olasizlar. Gap bor-ku, material egasi materialning ustida bo'ladi. Darvozani olib hech kim bo'lmaydi. Bu mashina bozorda ham shunaqa tema bor ekan, mana qurilish bozorida ham. Shuning uchun ko'rsatganim ishonchli, qanchadan beri ishlashyapmiz, daveriya bor. Bemalol shuning uchun ishonganim uchun sizlarga ko'rsatyapman. Do'stlar, like'larni bosamiz. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, mana kelib
birinchi qo'ldan tovarlarni olib ketaveramiz. Sog' salomatlikda ko'rishguncha hammani ishiga omad, musofirdagilar eson-omon oila bag'riga yetib kelingizlar va uylarni dahshatini quringizlar deb qolamiz. Nima deymiz boshqa? Sultonboy, ishga omad, sog'lig'ingizga baraka bersin. Xizmatdamiz, xalq xizmatidamiz.